Hey yo, hammaga salom. Sizlar bilan bugun Phantom Pubugi. Biza bugungi videoda hech qanaqa orujalarsiz top 1 ol challenge'ini bajarib ko'ramiz. Qanunda bo'lmasam boshladik. Pin ko'tarilib ketdimi deyman, internet ishlamay qoldi cho'ta. Ana, kamanda pishdi. Bizni hozir qiladigan ishimiz bu yerda bekinib olish. Bu odam turibdi to'g'rimda. Nima qilishim kerak? Bunday paytda uyga bekinamiz. Cho'ta internet qo'tobdi-da. Peshtim, ey! Voy bila, 2 kishi bo'ldi, David. Cho'ta pin qotyaptimi deyman. Xo'sh, biz hozir zonani markaziga tushishimiz kerak. Ya'ni Redsga tushganimiz ma'qulroq. Videoni boshida aytgandek, bu videoning challenge hech qanday orujasiz top 1 olish. Buning uchun menga komandadoshlarim yordam berishadi. Biz hozir kristal qilib uyda ichiga o'tirsak, nisbatan top 1 olishimiz osonlashadi. Efir qotayotganini inobatga olmaymiz. Voy bila, pizdes qotyapti. Qani qaysi uyga kiramiz? Ana keyin. Bilgan. Avtomat taylarish kerak. Bila qotib qol cho'ta. Qani bu yer bo'lmay ko'rinadigan joy. Bu yer ham bo'lmaydi. Sibini berish kerak bu yerlardan. Xo'sh, to'g'rida uyga kiramiz. Bu yaqin odam. Ha, xarrosh, komandam bor. Komandam bor, nima muammom bor? Hozir endi hamma orujalarni tayyorlayveramiz. Bizga chunki avtomatlar shart emas. Ko'proq granatalarni olish kerak, chunki granatadan foydalanishimiz mumkin endi. Ular orujaga kirmaydi-ku, to'g'rimi? Normalniy joyga yashirinib oldik. O, ikkinchi asli o'ldiruvchi bo'ldi bizda. Tabrik. Zona bo'ldi. Markazda ekanmiz zonaning. Agar hech qanday orujasiz top 1 oladigan bo'lsam, bu videoga bitta like va obunani bosib qo'yamiz. Yonimda odam yuribdi. Eshikni ham ochdi. Bo'ldi, komandam o'ldirdi. To'g'rimda 2 odam bor.
to'p 20talikka kirdik. Yana xo'sh, 16 kishi o'lsa to'p bir bizniki ekan. Zonani markazida. Nima deb o'ylaysizlar? Hech qanday orujasiz to'p birda ola olamanmi, yo'qmi? Buni albatta kommentariyada yozib ketingizlar, videoni oxirigacha ko'rmasdan. To'g'rimda odam kim yo'q, komandam ekan. O'zir hayajonlanib ketdik. Xo'sh. Hamma yoq toza. Birinchiga nima bor ekan endi bu yerda? Moshin keldi shu yerga. Qani. Kim ko'rdi moshinda? Lekin moshin. Drop tushyapti. Undan ko'ra tinchgina uylarga kirishimiz kerak to'p birda olish uchun. Chunki bizga orujadan foydalanish mumkin emas. Shu yerlar normalniy. Ana. Ikkini o'zi David qilishdi. Risalkaga ulgurarkanmanmi? Risalka metka qo'yay yaqinimdagi. Молодец. Birinchi qaytardi komandadoshimizni. Shu yerda sharshara bo'lardi. Shu sharsharaga kirib olsammikin? Ana keyin. Xo'sh, zonada ekan sharshara. Shu tomonlarga borib o'tirish kerak. Voy, zonani tashqarisida ekan-ku. Ana, 2 yana David bo'ldi. Shu yerda o'tirishimiz kerak. Endi bor umidimiz birinchidan-da. Chunki men arja ishlata olmasam, qanday qilib o'ldiraman qolgan odamlarni? Men prosta yashirinib to'p birda olishim kerak. 8 kishi qoldi, yaxshi. Nima bo'lsa ham birinchi o'lib qolmasin, bo'lmasam to'p bir olishim ancha qiyinlashib qoladi. Mashina yuribdi shu birinchi tarafda baggida. Odam lekin
Odamni kim ko'ryapti? Daraxt orqasiga yugurib o'tdi. Tinchgina yotishimiz kerak. Yetti kishi qoldi, yaxshi. Voy biля, birinchi ham o'ldi. Endi to'ppirni olishim qiyin. Hech qanday orужие ishlatmasligim kerak. Biля, aptichka ham yo'q-da, u zonada qolib o'lib ketaman. 5 kishi qolibdi. Nima qilaman endi? Shu yerlarda odam bor. Bizda ilojimiz yo'q, hech qanday orужие ola olmaymiz. Tavakkaldan endi o'ynaymiz. Yonimda odam o'tib ketdi. Kim ko'rdi? Meni ko'rgani yo'q. Salga-sal 3-1 qoldim. O'zimda ham ko'zim yetmayapti to'ppirni olishga. Zato harakat qilib ko'rdik endi. Shuncha mehnatga layk va ovnani ayamaymiz. Kelyapti. Orqamda. Bormi shu yerlarda? Oldimda ekan. Bilat. Hech bo'lmasam top 2ga kirdik-ku. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha.